Koreyadagi eng uzun ziplaynga borganimiz haqida va odamlar sizni bittagina xato qilishingizni qanchalik kutishi haqida video tayyorladim. Taxminan 4 soat yo'l bosib, uyimizdan uzoqda joylashgan eng uzun ziplaynga yetib bordik. Bu yerga borishdan oldin men internet tarmoqlarida videolarni albatta ko'rib chiqqandim. Va bitta videoda O'rta Osiyodagi eng uzun ziplayn deyishgani uchun juda ham ko'pchilik kulgandi. Bilasizlar, Koreya O'rta Osiyoda joylashmagan. Men ham bilaman albatta. Lekin bu idea menga yoqdi va men ham videolarimda aynan shunday deb chiqdim. Hamma internet tarmoqlarimga 3 xil video joyladim va eng ko'p prosmotr qaysi deb o'ylaysizlar? Aynan o'sha xato gapirgan videoimda hamma saytlarda eng ko'p prosmotr yig'di. Odamlarning qaysidir qismi ustimdan kulgan, yana qaysidir qismi haqorat qilgan. Qachondan beri Koreya O'rta Osiyoga kirib qoldi? Yana qaysidir qismi hazilligini tushungan bo'lsa va ba'zilari aql o'rgatgan. Umuman olganda YouTube, TikTok, Instagramga muzikaga atmosferniy video, hech qanday gaplarsiz to'liq original video ham joylagandim. YouTube kanalimga esa bir kunlik vlog ham. Va men yana bir marta amin bo'ldimki, odamlarga faqatgina xato qilsangiz yoqasiz. Sizdan kulishni, haqorat qilishni, mazza qilib kommentariy yozishni yaxshi ko'rishadi. Va bilib oling, agar siz bloger bo'lsangiz, internetda siz idealniy bo'lishga majbur emassiz. Xato qilayotganingizni bilgan holatda xato qilsangiz, hamma sizga o'zicha aqllilik qilgani orqali siz tanlanib ketishingiz mumkin. Bu taktikani bilgan holatda men doim ham qo'llamayman, sababi obro'yingizga ta'sir qilishi aniq. Shunchaki bu joyning chiroyliligi, atmosferasi, ziplaynga chiqqandagi adrenalin, hamma go'zallikni iloji boricha ko'proq odamga ko'rsatish uchun hazil tariqasida video olgandim. Lekin tushunib turganinglardek, sizlar aytganinglardek men to'poy emasman. Menga aql o'rgatganlar to'poy. O'rta Osiyodagi eng uzun ziplaynga keldim. Hozir hamma atmosferani sizlarga yetkazib berishga harakat qilaman. Nima bo'lganda ham video juda ham chiroyli chiqdi. Bitta emas, bir nechta va har qancha joylasam ham shuncha kam. 4 marta ziplaynga chiqib, oxirgi manzilda fotoapparat orqali olingan rasmingizni agar yoqtirsangiz sotib olsangiz ham bo'lar ekan. To'g'risini aytsam, agar Koreyada bo'lsangiz, albatta borib ko'rishingizga arziydi. Masofa qanchalik uzoq bo'lsa ham, umuman afsuslanmadim. Faqatgina kunning oxiriga kelib, uyga bez problema qaytmadik albatta. Bu yerdan chiqib dengizga borishimiz kerak edi. Dengizni yo'lida kichkina bir avariya, ya'ni to'qnashuv bo'ldi. Xotirjam o'tib ketsa bo'ladigan yo'l bo'shatib bersam ham, bu jon kelib men minib yurgan mashinani urdilar rent-a-Koreyada, afsuski. Va hozirgacha bu muammolar hal bo'lmagani uchun O'zbekistonga ham keta olmayapman. Albatta qo'limda isbotlarim bo'lgani uchun ish anchagacha cho'zilyapti. Inshaalloh hammasi hal bo'ladi degan umiddaman. Siz ham duo qilib qo'ysangiz juda ham xursand bo'laman. Like va podpiska bosib qo'yishni unutmang.